Amir Temur vafotidan so'ng uning ulkan saltanati asta-sekin zaiflashib bordi. 15-asr o'rtalariga kelib, Temur avlodidan bo'lgan mirzolar markazdan ajralib chiqqan hududlarda mustaqil kichik davlatlar tuza boshladilar. Ulardan biri Abu Said Mirzoning o'g'li Umar Shayx Mirzo edi. U Farg'onada hokimlik qilar, o'z hukmdorligini mustahkamlash uchun tinimsiz kurash olib borardi. Biroq u akalari va raqiblari bilan kurashlar davom etayotgan bir paytda baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. 1494-yilda uning o'rniga atiga 12 yoshli o'g'li Zahiriddin Muhammad Bobur taxtga o'tirdi. O'sha taxtga o'tirgan ilk yillaridayoq u amakilari Ahmad va Mahmudning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi. Farg'ona tog'lari bilan o'ralgan serhosil o'lka edi, ammo uning hududi kichik bo'lib, yaxshi boshqarilgan taqdirda bor yo'g'i 4-5 ming nafar qurollangan otliqni ta'minlay olardi. Bobur buni yaxshi bilardi. Shuning uchun uning nigohi bobosi Amir Temurning poytaxti Samarqandga qaratilgan edi. Yosh hukmdor dastlabki muvaffaqiyatlari ortidan orttirgan obro'sidan foydalanib, Samarqandni egallashga qaror qildi. 1496-yilda u amakivachchasi Boysungur qo'lidagi Samarqandni qamal qildi. Ammo uzoq davom etgan qamal natija bermadi va Bobur keyingi mavsumda yana qaytish niyatida chekinishga majbur bo'ldi. 1497-yil bahorida esa u Buxoro va Hisor hukmdorlari bo'lgan boshqa qarindoshlari bilan ittifoq tuzib, Samarqandni ikkinchi bor qamal qildi. Bu safar Boysungur jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi va shaharni tark etdi. Shu tariqa Bobur ajdodlari poytaxti Samarqandni qo'lga kiritdi. Ammo bu g'alaba kutilganidek bo'lmadi. Tinimsiz urushlar tufayli Samarqand avvalgi shon-shuhratini yo'qotgan, shaharlar esa deyarli vayronaga aylangan edi. O'sha davr askarlari bugungi tushunchadagi vatan uchun emas, asosan qo'mondonning nufuzi, g'alaba va o'ljalar uchun jang qilardilar. Endigina 15 yoshga to'lgan Bobur iste'dodli edi, biroq xazinasi bo'sh edi. Shaharda talon-taroj qilingan boylik ham, askarlarga ulashiladigan mablag' ham topilmadi. Natijada uning qo'shini asta-sekin tarqala boshladi. Ammo Boburning muammolari bu bilan tugamadi. U Samarqand yurishga ketgan paytda Farg'ona deyarli himoyasiz qolgan edi. Bundan foydalangan akasi Jahongir oq qo'yinlilar yordamida hokimiyatni qo'lga oldi. Bu xabarni eshitgan Bobur oz sonli askari bilan darhol Farg'ona sari yo'l oldi. Bobur Farg'onaga qaytishga shoshildi, ammo u yo'lga chiqqan zahoti Samarqand yana himoyasiz qoldi. Bundan foydalangan Buxorodagi amakivachchasi shaharga kirib, uni egallab oldi. Shu tariqa Bobur na Samarqandga, na Farg'onaga ega bo'la oldi.